bemorlarim bo'lgan 600 grammli adenomalar ham bo'lgan. Bo'lgan. 600 grammli adenoma ham bo'lgan. Umuman olganda operatsiya o'tishi ehtimoli qancha? Sizni yoshingizdagi bemorlar juda ko'p qilamiz. Muammo bo'lmaydi. Endi avvalambor Alloh taolo endi operatsiya sizni ham berayotganingizda albatta anesteziolog ko'radi, terapevt ko'radi. Ular ruxsat bergandagina biz operatsiyaga olamiz. Tushundingizmi? Chunki ular ruxsat bermasa biz sizni operatsiyaga ola olmaymiz dedi. Bu anesteziolog va terapevtni ruxsati bo'lishi shart. Ular sizga kerak bo'lsa yuragingizni tekshiradi, dori-darmonni tayinlab turib keyin operatsiya qilinadi. Siz keldingiz, bo'ldi operatsiya qildik degani emas. Hammasi e'tiborga olinadi, dedi. Dorilar ichib tursa. Aha. Xususan o'sha adenoma kichirayishi mumkinmi? Yo'q, dedi, adenoma kichirmaydi. Mana hozirgi bemorimiz Otaxonni ko'rdik. Bemorimizda prostata bezi adenomasi tashxisi qo'yildi. Adenomaning umumiy razmeri 190 gramm. Bundan tashqari PSA ko'rsatkichi sal yuqoriroq 11 deb beryapti. Endi bemorimiz bizga quyidagi savolni berib o'tdilar. Xo'p, men operatsiya qildirsam, meni sog'lig'imga, ya'ni hayotimga ziyoni bo'ladimi, ya'ni o'lib qolmaymanmi degan vahma qo'rquv bo'ladi. Har bir insonni operatsiyaga olishdan oldin avvalambor terapevt kardiolog ko'radi va anesteziolog ko'radi. Agar ular ruxsat bersa, hammasi yaxshi joyda bo'ladigan bo'lsa, keyin operatsiyaga olinadi. Ya'ni bemor keldi, sizda shunday muammo, shu operatsiya qilish kerak deb turib, operatsion stolga yotqizilmaydi. Ko'pchilik operatsiyaga ketayotganda hammada shu vahma bo'ladi. Endi avvalambor Alloh taolo hech kim operatsion stolga yomonlik qilish uchun olib kirib ketayotgani yo'q. Maqsad o'sha bemorga yordam berish. Vahmaga tushmang, har bir qilinayotgan ish albatta o'zini ko'rsatmalari bo'yicha kardiolog, terapevt ruxsati bo'yicha operatsion stolga olinadi.